Tasavvur qiling, Ukraina tomoni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni yo'q qildi. Xo'sh, nima ro'y beradi? Katta ehtimol bilan bu butun dunyoni yo'q bo'lishiga olib kelishi mumkin. 1980-yillarda SSR tomonidan o'lik qo'l tizimi shakllantirilgan. Bu avtomatik ravishda javob yadro zarbasi berish demakdir. Ya'ni qo'shni biror bir davlat yoki dushman davlat SSRga hujum qilganida ular avtomatik ravishda ishga tushadi va javob zarbalari yo'llaydi. Bunda bir qancha shartlar bor. Ya'ni radiatsiya to'lqini, seysmik daraja va eng muhim joyi davlat rahbari va qo'mondonlik yo'q qilinsa ham bu sensor avtomatik ishga tushadi va javob zarbalari yo'llaydi. Vladimir Putinning bitta qo'rqinchli gapi bor edi. Ya'ni biz bo'lmasak, dunyo ham bo'lmaydi degan. Bunda qisman haqiqat va mantiq bor. Sababi bu tizim yanada shakllantirilgan va qayta ishlangan bo'lishi mumkin deya taxmin qilinadi. Siz nima deb o'ylaysiz? SSRning mana shu o'lik qo'l tizim merosi hozir ham Rossiyada mavjudmi? Fikringizni kommentariyga yozib qoldiring.